PUBG Mobile'da endi mashinniklar kamayadi. Nimaga bunaqa deyotganimni hozir tushuntirib beraman. Kecha kuni Telegramga kirsam, Glavnistda rasmi yo'q, g'alati telefon savdo degan kanal ko'zim tushib qoldi. O'ylanib qoldim. Qachon bunga podpiska bosganman ekan va qanaqa kanal bo'lgan ekan bu deb. Ichiga kirsam o'zimiz akkaunt savdo ekan. Menimcha sizlarda ham shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. Hayron bo'lib admindan so'radim, nimaga bunaqa bo'ldi deb. Adminim aytishi bo'yicha PUBG Mobile ofitsialni Telegram, WhatsApp shunga o'xshash messenjerlar bilan hamkorlik qilib, bitta shunaqa kanallarni bloklattiryapti ekan. Qanaqadir hazil bo'lsa kerak deb o'yladim. Lekin haqiqatan ham SNG bo'yicha bloklangan kanallar ichida akkaunt savdolar, har xil UC shoplar, arenda kanallar, akkaunt savdolar ko'pi bloklangan. O'zingizlar bilsanglar kerak, PUBG Mobile chiqqanidan beri akkaunt savdo va shunga o'xshash tipi noqonuniy narsalarga qarshilik qilib kelgan. Bu narsa rost yoki yolg'onligini bilish uchun o'zimizni content makerlar va public adminlari bor gruppamizga kirdim. Kirsam o'sha yerda zakrepit qilib qo'yishibdi. Bitta forma beramiz, to'ldirib berasizlar, ichiga o'zingizlarni hamma sotsial setlaringlar, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube, Telegramlaringizda qancha kanallar, nima kanallar bo'lsa hammasini yozib qoldiringlar. Ularni bel spisk, ya'ni oq ro'yxatga solamiz. Sizlarning kanalinglar bloklanmaydi. Biz bilishimiz kerak sizlarning kanalinglarligini dedi. Shunga o'zim kanalimni yozib berdim. Statistika bo'yicha SNG davlatlarining ichida O'zbekistonda eng katta shu akkaunt savdo bilan shug'ullanadigan kanallar ekan. Biznes qilishib tashlashgan ekan. Xullas shuning uchun o'zbeklarga qattiqroq tegadim deb o'ylab turibman. Kanalingizni bloklanib ketishini oldini olish uchun 2-3 ta maslahatni Telegram kanaliga tashib qo'yganman. Meni o'ylashim bo'yicha endi PUBG Mobile'da ofitsial partnyorlarining davri keldi. PUBG tilida aytganda, qonuniy UC shop, noqonuniy akkaunt savdo, noqonuniy akkaunt arenda bitta bloklab yo'qotadigan bo'lsa, faqatgina PUBG partnyorlarida o'zining UC shoplari qoladi va o'zining Telegram kanallari qoladi deb o'ylayman.